Rossiyalik tennischi Mariya Timofeyeva endi O'zbekiston bayrog'i ostida ishtirok etadi. 21 yoshli rossiyalik tennischi Mariya Timofeyeva rasmiy ravishda sport fuqaroligini o'zgartirib, endi O'zbekiston nomidan WTA musobaqalarida ishtirok etadi. Bu haqda WTA rasmiy saytida uning profili yonida O'zbekiston bayrog'i paydo bo'lgani tasdiqlaydi. O'zbekiston tennis federatsiyasi raisi o'rinbosari Iroda To'laganova bu ma'lumotni tasdiqlab, quyidagicha izoh berdi. Mariya Timofeyeva rasmiy ravishda fuqaroligini o'zgartirdi va endi O'zbekiston terma jamoasi sharafini himoya qiladi. Uning ota-onasi ham yarim yildan beri Toshkentda yashaydi. Timofeyeva Moskvada tug'ilgan va 2025-yilning oktyabrigacha Rossiya bayrog'i ostida o'ynab kelgan. U yosh istiqbolli tennischilar orasida sanaladi. Hozirgi WTA reytingida uning o'rni 146-pog'onada joylashgan. Eng yuqori natijasi esa 2024-yilning 1-aprel holatida 93-o'rin bo'lgan. Mariya o'zining ilk WTA unvonini 2023-yilda Budapesht turnirida Lucky Loser maqomida qo'lga kiritgan edi. Endilikda u O'zbekiston tennis terma jamoasining yangi vakili sifatida